Trekker mashinasini axlat deydigan do'stlarimizning diqqatiga g'irt bo'lmagan gap. Axlat emas. Trekker bilan 10x va ideal mashina. Sababini aytaman sizlarga, nimaga ideal deyotganimni. Mana shu mashina 80 ming yurgan. 80 ming yurganda hech narsa qildirmaganlar, absolutni hech narsa. Hozir 80 mingda lo'qillab qolgan hadoylar chap taraf oldi. Buni sizlarga sababini hozir ko'rsatib o'tib ketaman. Nimadan lo'qillayotganini. Oldi salimligi yirtilib qo'ygan. Ko'rdinglar, oldi salimligi yirtilib qolgan. Atak qolgan hadoydagi hamma kastlari ideal. Bu mashinalarni cho'tki deyishimning sababi ham shu bo'ladi. Ko'rdinglar, 80 ming yurgan. 80 ming uncha mashina yura olmaydi. Bularni o'zini zavodskoy amortizatorlari kamida 200 ming yuradi. Aniq bu sinalgan. Men o'zimni hayotimda nechta trekker qilgan bo'lsam, amortizator uncha ketib qoladigan mashina emas. Trekkerda ham 10x da ham почти bir xil sistema hadoyda. Yengilligida yumshatib olsanglar ideal bo'ladi. Ideal. Maza qilib minib yuradigan mashina shu hisoblanadi. Hozirgi kunda eng cho'tki mashinalardan bittasi. Men o'zim shaxsan shu bilan 10x deb hisoblayman. Buni hozir o'zimizning stilda arzon narxlarda oldiga salimlik, orqasiga purjini qo'yib beramiz. Mashina ideal bo'ladi. Ya'ni okamlar mazza qilib haydab yuraveradi mashinalarni. Bu videoni o'sha trekker axlat, 10x axlat omalaring deydigan tanish bilishlarga jo'natib qo'ysanglar, fikrlaysiz o'zgarib qolsa. Trekker 10x da yuradigan tanish bilishlarimiz sizlar aniq maza qilib yuribsizlar. Xotir olmanglar, ko'nglinglarni to'q qilib maza qilib haydaveringlar. Mashinani jo'skilik qilayotgan bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar, biz qilib beramiz. 30 ming garantiya beramiz. Mashinalar cho'tki bo'ladi. Maza qilib minib yurasizlar. Maza qilib minib yuradigan trekker mashinasi bilan 10x mashinasi.